Bismillahirrohmanirrohim. Jim turishlik, tilni saqlashlik. Abu Hurayra roziyallohu anhu dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: Kim Allohga, oxirat kuniga ishonsa, yaxshi so'zni gapirsin yoki jim tursin. Muttafaqun alayh. Oqil insonga qalbini pokligidan va ilmni lozim tutishdan oldin tilni saqlash haqida mehnat qilmog'i lozim bo'ladi. Chunki til insonga halokat o'rinlaridan bir o'rin va jim turishlik esa muhabbat va viqorni hosil qiladi. Kim tilni saqlasa, ruhi rohat topadi va jimlikka qaytish gapirishlikka qaytmoqlikdan go'zalroq va jim turishlik aqlning dam olishi va mantiq, ya'ni nutq aqlni uyg'otuvchi. Kuruzi aytadi: so'zingni qisqa qil va uning yomonligidan saqlan. Albatta uning ba'zisi baloga yaqin. Tilingni saqla va g'iybatdan asra. Hatto tiling qamalgandek bo'lsin. Qalbing tiling sababli qiynaldi va ayt qalbingga: kalom, til ikkingizga tarozilangan. Uni o'lchab gapiring. Albatta so'zdagi yetuklik, balog'at oz gapda bo'ladi. Malik ibn Anas dedilar: har bir narsa ortiqchasi bilan foydali bo'ladi. Faqat gap agar oshib ketsa zararli bo'ladi. Abu Dardo dedilar: hayotda ikki kishining birida yaxshilik bor. Biri ongli jim turuvchi inson yoki biri gapirguvchi olim.